Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men sizlarga Nexia'ni asosiy bir darzlarini ko'rsatmoqchiman hozir. Mana bu narsani Nexia Sound Scrambler degan narsani ko'p odam bilsa kerak, Nexia haydab ko'rgan odamlar. Bu narsani hozir biz mana o'zimizning mashinamiz Sound Scrambler edi. Olib tashlab Dons kompyuter qo'yganmiz. Mana babina ko'rishlaringiz mumkin. Mana to'rtta shtekirli babina. Buni akalar qanday qo'yishni ko'p usta akalarimiz biladi. Endi bilmaganlar uchun bir qator ko'rsatib ketaman. Mana akalar. Shkif almashadi aka. Keyin mana bu alyuminiy aka gibriddan qo'yiladi. Donusga qo'ysangiz kalta bo'lib qoladi. Gibrid sal uzunroq bo'ladi. Mana gibridga shkif, gibrid, kalimatlatchik donusni o'ziniki. Keyin akalar saloniga ko'rsataman. Mana akalar o'zini joyiga birga bir tushadi va shtikerlari birga bir ulanadi. Hech qanaqa pernerga bo'lmaydi. Hamma joyiga o'zi bu taraf birga bir tushadi. Bu taraf tak birga bir tushadi. Keyin mana bu ham shtiker bo'ladi, katta shtiker. Mana shu ham birga bir tushadi akalar. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Speedometer hamma narsa ishlaydi. Mana bu trambularda shikalat kuydirish degan muammosidan qutulasiz. Agar tushunmagan narsalaring bo'lsa yoki kimdir bizlarni kamchiligimiz topgan bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, bizlar kamchiliklar to'g'rilaymiz, tushunmaganlar bo'lsa, ozroq bilganimizcha tushuntiramiz akalar.